Assalomu alaykum futbol muxlislari. 2026-yilgi yozgi transfer oynasi dahshatli o'tmoqda. Bugun biz sizlar bilan ayni damdagi eng qimmat top 10 ta transferni ko'rib chiqamiz. Ro'yxatimizning birinchi o'rnidagi futbolchi uchun Manchester City narxi 135 million yevro tutganiga ishonasizmi? Qani ketdik. Ro'yxatimizning 10-o'rnida Myunxenning Bayern jamoasi 50 million yevroga sotib olgan Ismail Saibari ochib beradi. 9-o'rin Londonning Chelsea klubi mudofaani kuchaytirish uchun Marco Palestra transferiga 55 million yevro sarfladi. 8-o'rinda esa kutilmagan yurish. Manchester United jamoasi Andrey Santosni 58 million yevroga o'z safiga qo'shib oldi. 7-o'rin esa sizga yaxshi tanish Jean-Paul Van Dijk Tottenham safiga roppa-rost 60 million yevro evaziga ko'chib o'tdi. Ro'yxatning 6-pog'onasida Liverpoolning yangi xaridi Jeremy Jeki transfer bahosi 64 million yevro. 5-o'rin Milan hujum chizig'ini dahshatli tarzda kuchaytirdi va Gonzalo Ramos uchun 74 million yevro to'ladi. 4-o'rinda esa Barselona bozorini portlatdi. Kataloniyaliklar Anthony Gordon uchun Newcastle'ga 80 million yevro o'tkazib berishdi va kuchli uchlikka kirdik. 3-o'rinda Tottenhamning yana bir dahshatli xaridi Mateus Fernandes. Narxi qariyb 99 million yevro. 2-o'rin Sandro Tonali yana Angliyada jamoasini o'zgartirdi. Tottenham ushbu yarim himoyachi uchun narxi 108 million yevrodan voz kechdi. Va nihoyat 1-o'rin yozning eng qimmat transferi. Manchester City hamma kutgan yulduzlarni emas, balki Elliot Andersonni narxi 135 million yevroga sotib oldi. Sizningcha bu transferlardan qaysi biri o'zini oqlaydi? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.